Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Sharq Turkiston sürgün hökuməti Cumhuriyet Reisi G'ulom Osmon Efendi tərəfindən yazılған Xitaylar Uyg'urlarni o'ltirish qatil bo'lmaydi nomli muhim maqola 18 dekabr kuni Hindiston davlatlik axborot xabar kanallarida va asosli tor betlərdə təfsili anlatıldı. İlgiri G'ulom Osmon Efendining Sharq Turkistonning besib bilingan zimin ekanligi munozir talab qilmaydigan haqiqatdir. Qatlam Xitoylarning asosiy siyosati bo'lib kelmoqda qatorliq Sharq Turkiston haqidagi muhim maqolalari Hindiston axborot vositalarida keng tashviq qilinib, dunyo sahnasida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Tövəndə G'ulom Osmon Efendining Xitoylar Uyg'urlarni o'ltirish qatil bo'lmaydi nomli maqolasini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkistonda azaldan Xitoylar Uyg'urlarni o'ltirish qatil hisoblanmagan. Bu boshqa mustamlika allarda shundoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo boshqalardagisi tabiiy farqidilla biri xo'jayin, biri qul bo'lganligida bo'lgan va qismanlikda shaxslar aro qotillikda ko'rilgan bo'lsa kerak. Ammo Xitoylar va Sharq Turkistonliklar orasidagi bu munosabatda yotgan yana bir sabab aholini tamoman yo'qotib o'tishning burunli nishon qilinganligidir. Ya'ni bizga odam kerak emas, zamin kerak degan niyatdan kelib chiqqan. Shundaqla tabiiy farqimi albatta ma'lum rolga ega. Sharq Turkistonni istilo qilishga yo'llangan qo'shin bilan markaz orasidagi yozishmalar, farmon qatorliq tarixiy hujjatlarda bu faktlar aniq saqlangan. Oldingi hisobga yo'llangan farmonlarda hamon bizga odam kerak emas, zamin kerak degan asosiy maqsad ta'kidlanganligini ko'rib olib bo'ladi. Mana bu Xitoy ajdodlaridan kelayotgan hukm. Davrlarning almashishi, hukumatlarning ideologiyalarning o'zgarishi bilan o'zgarib ketmaydigan Xitoy irqchiligi va Xitoy davlat siyosatining asoslaridan biridir. Buningdan boshqa o'xshamagan davr, o'xshamagan hukumat va o'xshamagan ideologiyalarda o'xshashla amal qilinadigan Xitoy davlatchilik engining asosi bo'lgan nuqtalar bor. Masalan, mingni xato o'ltirishga bo'ladi. Bir nima to'rdan tushirib qo'yishga bo'lmaydi. Döt bo'lsin, sodiq bo'lsin degandeklar. Xitoy hukumatlari davrdan davrga o'xshash ijro qilib kelayotgan o'zgarmas tub siyosatlardan biri bo'lgan odam kerak emas, zamin kerak siyosati Xitoylarning mengisiga singdirib etilgan yoshirin ongdagi uchurlardan biri bo'lg'achqa, ular tarixning har sahifasida sababsiz odam o'ltirish, nohaq odam o'ltirishni davom qiladigan bo'lsa-mu, hech bir Xitoy qotili hisoblanib boqmadi. Tarixda hatto ko'chalarda, bozorlarda yurgan odamlarning tomoqlariga etib, bir-biri bilan marganlikda bastishdek o'yinlarni o'ynagan bo'lib, xabarida yo'q o'z ishi bilan yurgan Uyg'urlarning ba'zilari beshidan ushgan tomoqlari tufaylidan cho'chib ketib, ondan nima bo'lganligini bilishgan bo'lsa, ba'zilarining beshi teshilib, nima bo'lganligini bilishkim ulgurmay o'lishgan edi. Bu bo'lsa, qarg'a etishda baslashayotgan Xitoylarning xiyoliga kelib qo'ymasdan, boshqa tegib odamni o'ltirib qo'yganliklari yangi boshdan ikkinchi bir tomoqni nishon qilib, o'yinlarni bemalol davom qilishgan. Kommunist istilosidan keyin bu hol izchil davom qildi. Gerçi kommunistlarning chiroyli shuarlari kishini xush qiladigan, xotirjam qiladigan turlarda bo'lib, ilgirkilarga o'xshamasa-mu, lekin ijroatlarda bir farq ko'rilmadi. Hatto aksi yo'nda taraqqiy qilib, eng ibtidoiy jamiyatlarda insonlardan tortib olinmagan haqlar tortib olindi. Kommunist davrida har birimizning mahallasida, har birimiz yashagan shaharlarda ko'z oldimizda yuz bergan Xitoy qotilligi va bu qotillarning har xil nomussiz vositalar bilan aqlanib, natijada hamon jazosiz qolganligidek misollar tepilib turdi. Bir Uyg'ur yana bir Uyg'urni o'ltirsa, savallikdan bo'lsa-mu qotil bo'ladi. Xitoy hukumatı go'yo adolatni joriy qilayotgan, o'lgichining qisosini ep berayotgan hisobda bo'lib, qotil cho'qim o'lim bilan jazolanadi. Aslida Xitoylar buning bilan ikki Uyg'urdan qutuladi. Ammo Xitoylar tarafidan o'ltirilgan Uyg'urlarning qisosi hech qachon elinmaydi. Hatto uni ehtimol bo'lgan ziyonkashliklardan saqlab qolish uchun boshqa joyga xizmatini yo'tkab yoshiratdi. Ikki qitimliq mashhur voqea Xitoylarning bu nuqtadagi tutumini to'liq ochiq ko'rsatib berdi. Bulardan biri 1980-yili Sharq Turkistonning Qog'iliq tavasida Qaraqurum Tibet egizligidagi yo'l qadimgi Sharq Turkiston Ladakh yo'li ustida bo'lgan Qo'taz voqeasi deb atalgan mashhur voqeadir. Bu voqeada Xitoy armiyasining Tibet oliy rayoniga qatnaydigan mashina atritining bir askari bir Uyg'ur tosh yo'l ishchisini etib o'tadi. Aslida Xitoy askar bir fermaning tog' etikida o'tlayotgan Qo'tazlardan birini etib, o'zicha o'g'lab mashinaga besib mangdi. Aslida mana shuning o'zimi bir jinoyat hisoblanish kerak. Hukumat mulkini o'g'irlagan yoki hukumat mulkiga zarar yetkazganlik jinoyati.
Uyg'ur toshyo'l ishchisi hukumat mulkini qo'g'dash maqsadi bilan mashina kabinkasining bosqichiga sakrab chiqib, rolga esilib, Xitoy askarini mang'ili qo'ymaydi va hukumatning mulkiga ziyon yetkazganligini, hamda hech bo'lmasa Qotozning o'likini bo'lsa-mu qo'yib ketishini talab qilib turib oladi. Kommunist ideologiyasining ta'sirini shu pet qabul qilgan bu sodda Uyg'ur asli hukumat prinsiplari bo'yicha hukumat mulkining qo'g'dug'ichisi bo'lish sifati bilan mukofotlanish kerak bir mavqeda bo'lgan bo'lsa-mu, atalmish ommaning yip-yangisini olmaydigan kommunist askar Uyg'urga qilchi pisand qilmaydi. Uni maydisidan ittirib, bosqichdan tushirib etmoqchi bo'ladi. Kuchi yetmagandan keyin yenidagi Kalashnikov avtomatning uchini Uyg'ur ishchisining enki ostiga terib, uni qo'rqitmoqchi bo'ladi. Lekin kommunist tarbiyasini olgan bu ishchi atalmish xalqning armiyasi xalqni atmaydi deb qat'iy ishongashga, buningdan qilchimi qo'rqmaydi. Mana shu ahvolda Xitoy askar avtomatning tepkisini besib etadi. Tezkisidagi 30 tal o'qdan bir telida Qotozni atgan bo'lib, eshib qolgan 29 tal o'q bir necha sekund ichida Uyg'ur ishchining enki ostidan kirib, uning beshini to'z to'monga aylantirib atrofga chechib etadi. Yo'l bo'yidagi necha 10 kvadrat metrlik tosh tuproq ishchining qon va men qitqi bilan bo'yilib ketadi. Xitoy askar tunji qitim odam o'ldirganlarda ko'riladigan psixik bo'hronga kechirmasdan boshsiz gavdini ittirib, orqasiga yiqitib keyin mashinasini bemalol xotqa selib yurib ketadi. Xitoy askar cho'qimki burun odam o'ldirib, yurik qetib ketganlardan bo'lishini tayin. Shundoq turib, nima uchun u bu qadar dahshatli ko'rinish oldida psixik bo'hron kechirmadi? Chunki u og'an shovinist tarbiya bo'yicha odam o'ldirdim deb o'ylamagan. U og'an shovinist tarbiyada yerliklarning odam emasligi talqin qilinadi. Teg'imi qiziqishlar orqadan yuz beradi. Xitoy askar har holda Qashqariyin shahridagi Janubiy bosh qo'mondonlik shtabida harbiy sudga chiqarilgan bo'lsa-mu, intayin kulkilik tarazda sud maydoniga bir turkum qurolliqlar bostirib kirib, qotil askarni ep qochadi. Bunun o'zini isoq harbiy sudning inovati uchun bir haqorat bo'lib, bu haqorat uchun bo'lsa-mu eg'irlatib jazolanish kerak bo'ladi. Afsuski, Xitoylarning yuzining qirilligini tasvirlashga amal yo'q. Buningga yuzi qizarmaydi. Arqadan Yangishaharning Xitoy ko'chman aholisi ko'chaga chiqib namoyish qiladi. Namoyishning shuari qotil askarni jazolamaslik talabi bo'lib, Xitoylarda hamma imkoniyatlar bo'lg'ishqa, bu Xitoylar pochtaxonaning telegraf mashinasini bir yuk mashinasiga yuklab o'zlari bilan birga ep yurdi. Kim markazga talab yo'llamoqchi bo'lsa, haqsiz telegraf mulozimati ko'chada namoyishchi Xitoylar sepida. Ularning oshkora shuarlaridan biri diqqatni tortadi. Oxirgi maqsadimiz bularning naslini quritishqa. Biri bu maqsad yo'lida baldur bir qadam olgan bo'lsa gunohmi deyiladi. Bu namoyishda diqqatga shayan boshqa nuqtalarmi bor? Kommunist Xitoy sharoitida har qanday mazmundagi namoyishlarga yo'l qo'yilmaydigan, har qanday namoyishni hukumatga qarshi deb biladigan udum bo'lishiga qaramay, bu namoyishga toki ular herib, o'zlari tarqab ketkicha hech kim to'sqinlik qilmaydi. Arqadan dal Xitoy milliy xosligiga tushadigan razil bir o'yin bilan bu dilo oxirlashadi. Shu zamonning atalmish Xinjiang gazeti bir reportaj e'lon qiladi. O'lgichining onasi qotilni jazolamanglar, balamning o'rnida bola qilib olay deb talab qildi. Natijada qotil askar jazosiz qoldi. Ikkinchi vaqa. Sharq Turkistonning kommunist ishg'oliyati davrida yuz bergan eng cho'ng qarshilik harakatlaridan biri bo'lgan 1990-yildagi Barin inqilobining bostirilishi jarayoniga oiddir. 2002 yil 30 oktyabrda Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur tili bo'limi Barin inqilobini bostirishga qatnashgan, keyin Amerikaga sig'ingan bir sobiq Xitoy askarini va uning sig'inma advokatini ziyorat qilgan edi. Radio so'zlagan Xitoy askarining deganlari shular. 10 ming nüfuslik bir yezini qo'rshigan Xitoyning 25 ming kishilik muntazam armiyasi bu yeziga besib kirish oldida komandirning askarlarga deganlari ashu tarixiy Xitoy anglayishiga uyg'un tarazda bo'lgan. Komandir shundoq degan: "Oldimizdagi bu yezida dushmanlar bor. Sizlar ularning ichida yaxshi odamlar bo'lib qolamdikin deb ishkilinib o'ltirmasanglarmi bo'ladi? Jimisi dushman. Bugun atgan o'qning o'ltirilgan jonning hisobi elinmaydi. O'qni sizlarga assun deb berdik. Yesun deb emas. Shuni aymasdan etinglar. Hech bir jon omon qolmasin." Xitoylar yeziga qarab atlangan va oldiga uchirgan har narsaga qaratib o'q yoqdirgan. Odatda 5 yillik yoki 3 yillik askarlik muddati ichida bir necha qitim va har qitimda 3 dan 5 poygacha o'q etishga muyassar bo'ladigan Xitoy askarlari bu kuni Buxodan chiqqich atgan. Atalmish sotsializmning jannati bo'lgan Xitoy hukmronligi ostida o'ttir asr jaholatidan qutulmagan Namrat yezining orolli o'ri turgan tomlari bu qadar yovvoyilarcha etish zarbasiga bardoshlik bermay, ba'zilari go'mirilib tushgan.
puchilgan, o't ketgan, har kunikidek o'tmi to'shik bo'lgan. Daraxt shoxlarimi sunib tushgan yoki yo'g'on qo'llari o'tmi to'shik bo'lgan. Bu nuqta bostirishdan keyin bu yeziga tibbiy yordamga avatilgan doktorlar tarafidan dalillangan bo'lib, tom va daraxt shoxlaridagi o'q to'shiklarining zichligi aql qabul qiluvsiz darajada bo'lgan. Radioga so'zlagan Xitoy askarining deyishicha, o'q tutishdan keyin har dehqon uyiga xuddi dushman istehkomiga besib kirgandek shiddat bilan o'q yog'dirilgan. Eshiklar tepib ichilib, uy ichiga shundoq shiddat bilan o'q yog'dirilgandan keyin ondan uyda tirik qolgan jon boyoqligi tekshirilgan. Bu askar bir uyga kirganda ota-onasining jasadining orasidan bir bola o'milab qopgan. 1 yosh atrofidagi bola baq qo'rqib ketganlikdan askarga qutqazg'uch sanab yepishib olgan. O balani o'zidan zo'r balada ajratib yerga qo'yib, uydan chiqayotganda uning 15 sikirib kelgan va bovoqni o'ltirmasdan chiqayotgan askarga qoyib ketgan. Buyruq esingda bormi yo'q? Sening dushman qarishing proletariyatlik angliqliqing nakatdi, deb so'kkan va tapanchisini chiqarib bovoqni etib atgan. Radioga so'zlagan sobiq Xitoy askari o'z ta'sirotini shundoq bayon qilgan. Ilgari bizning engimizda faqat jahongirlar, aksiyatchilar, xalq dushmanlarilar mana shundoq rahimsiz bo'ladi. Xalqni ayol, yosh qari deb ayirib o'ltirmay qirg'in qilish, hatto malvaron, to'xo tumanni qo'ymay qirib etishdek insoniyatsizlikini biz burun Yaponga qarshi urush tasvirlangan kinolarda ko'ratdik. Bular Yapon bosqinchilarining sifati edi. Bugun ayni shu kinolarda tasvirlangan insoniyatsiz qirg'inchilikni Ozodlik armiya nomi bilan birlashtirib ko'rish aqlimga sig'mayli qolgan edi. Kinodagi hikoya edi, ammo bunisi rost edi. Biri kommunistlarning bo'rmalangan tashviqoti, biri ko'z oldidagi reallik edi. Amdi keyingi yillarda bo'lgan barliq qarshilik harakatlarida ko'rilganlar Xitoylarning nazarida Uyg'urning odam sanalmaydiganligi, hatto umrvoyat Xitoylarga g'alchilik qilgan munofiqlarning farq yo'qligini isbotlamoqda. Masalan, yakan elishqi voqeasida ko'rilgan. Dehqonlar xizmat ishlashga avatilgan 2 munofiq kadr keyin butun yezini o'q tutish buyrug'i kelganda qochib chiqishgan bo'lsa-mu, askarlar ularning o'z kimliklarini to'g'lab varqirashlarga pisand qilmay ularni etib atgan. Mana bular Xitoy davlat siyosatining tarixdan beri o'zgarmay kelayotgan mazmunlardan biri. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.